ya'ni har bir santimetrga 1 tonnadan ortiq kuch bosadi. Bunday bosimda inson tanasi nafas olishga ham ulgurmaydi. 1 soniyadan kam vaqtda u butunlay parchalanib ketadi. Shu sababli Mariana bo'tig'i inson uchun oddiy xavfli joy emas. Bu mutlaq o'lim muhiti. Lekin eng hayratlanarlisi shundaki, shunga qaramay, bu tub o'lik emas. Bu yerda unga moslashgan hayot mavjud. Qorong'uda o'zi nur chiqaradigan tanalar, suyaksiz, ko'zsiz mavjudotlar. Ular juda sekin harakatlanadi, energiya tejaydi va shu bosim ostida normal yashaydi. Bu jonzotlarning hujayralari inson hujayralari kabi ezilib ketmaydi. Aksincha,